Assalomu alaykum hammaga aziz do'stlar. Sizlar bilan men yana Olimjonov Abdurazzoq va Razzoq Akademiya kanali. Do'stlar, biz kuni kecha biz sizlar bilan ChatGPT ga kirish qildik va ChatGPT haqida bir qancha ma'lumotlarni bilib oldik. Endi bugun sizlar bilan ChatGPT ga yana ham chuqurroq kiramiz va bugungi mavzu bo'yicha ChatGPT ni to'liq yakunlaymiz. Xo'p, endi ChatGPT ning to'liq tuzilmalari haqida gaplashamiz. Xo'p, ko'pchilik shunchaki savol javob qiladigan dastur deb turib biladi. Ya'ni ChatGPT ning ko'pchilik suhbatdosh. Yana kimdir esa yordamchi, yana kimdir esa o'zi uchun dasturchi qilib yaratuvgan. Bu albatta yaxshi. Lekin ChatGPT ning aslida qanday foydalanish kerak va nimalar bilan ko'rib chiqishimiz kerak? Shu haqida biroz gaplashib chiqsak va ChatGPT ning qanday xususiyatlari mavjud biz biladigan va bilmaydigan. So'nggi yangiliklar ChatGPT ga nimalar qo'shildi va nimalar olib tashlandi. Shu haqida bugun gap boradi va to'liq ravishda bugun rasman ChatGPT haqida ma'lumotlarimizni yakunlaymiz. Xo'p. ChatGPT oddiygina savol-javob beradigan dastur emas. Bu men sizlarga hozir o'sha qanday qilib savol-javob, balki nafaqat qanday ishlatilish va professional hayotingizni tubdan o'zgartirishga qisman yordam beramiz. Xo'p, shu bilan birga haqiqatni ham gapirib o'taman bir yo'llari ChatGPT dan foydalanishda va o'rniga bo'lmasam qanday ilovalardan qanday foydalanishda haqiqatlarni ko'p chiqsa ham bo'lardi menimcha. Xo'p. Har qanday chunki nimaga bu haqida aytib chiqishimiz kerak, ogohlantirib qo'yishimiz kerak, chunki har bir narsani serverlarda, ya'ni umumiy ma'lumotlarda sizdan ugina, mendan bugina deb turib umumiy ravishda chiqadi va shuning uchun biz umumiy ravishda bilib olishimiz kerak. Xo'p, bo'lmasa biz boshladik. Birinchi navbatda biz ChatGPT ning kodeks tizimi haqida gaplashib chiqamiz. Mana kirib olyapmiz kodeks dasturimizga. Xo'p. Bizda endi kodeks dasturi hisoblanadi. Xo'p. Birinchi shu haqida gaplashamiz. Kodeks tizimi. Bu OpenAI tomonidan 2021-yilda oddiygina mahsulot sifatida chiqarilgan kodeks tizimi deb turib ochishgan. Uni yillar o'tib turib, buni ChatGPT integratsiya qilib, endi hozirda rasman ChatGPT bilan to'liq integratsiya qilingan hisoblanadi va bugungi kunda GPT ning 5.5 versiyasida kod yozishni so'rasangiz, aslida qanday yozilishini so'rasangiz, xuddi shu formatda yozilgan dastur hisoblanadi, kodeks. Xo'p. Endi savol tug'iladi. Bu tizim nima qila oladi? Kodeks nima qiladi? Birinchidan, u 50 dan ortiq dasturlash tillarini tushunadi va yoza oladi. Yoki sizga misol uchun siz misol uchun bironta savol beradigan bo'lsangiz, bu sizga o'sha til bo'yicha narsa yozib bera oladi. Yoki shu tushunmagan joyingizni tushuntirib bera oladi kodeks tizimi. Uni ichida JavaScript, misol uchun eng mashhurlardan biri JavaScript, Java, SQL, Python, HTML, CSS, shunga o'xshagan boshqa katta yirik dasturlash tillari ham kirib ketadi. Bu shuni aytadiki, anglatadiki, agar siz dasturchi bo'lmasangiz, ham siz dasturchi bo'lmasangiz, oddiy so'zlaringizni nima qilsangiz bo'lar ekan? Oddiygina kodni so'rab turib, oddiygina so'rash bitta, yaxshiroq so'rash haqida bilib olsangiz bo'lar ekan. Men o'tgan darsda tushuntirib o'tganim qanday qilib so'ralishi kerak va qanday qilib buni tushunishimiz kerak va qanday foydalanish kerak haqida gaplashib chiqamiz. O'sha videomizda shundan foydalansak bo'ladi. Xo'p, endi kodeks tizimida nimalar yana bo'lmaydi. U faqatgina kod yozmaydi, kodeks tizimi boshqalarga o'xshab turib, kodeks oddiygina faqat kod yozishdan to'xtab qolmaydi. U kodni ham tushuntirib beradi sizga. Nima qila oladi? Bu kodni qayerda muammolar bor, qayerda analiz qilish kerak? Xuddi shulardan nima qilib beradi bizda? Kodeks tizimi chuqurlashtirib o'rgatib beradi. Misol uchun, siz uzoq yillar oldin yozilgan uncha odam tushunmaydigan kodlaringizni ChatGPT ga, o'sha kodlarni olib turib ChatGPT ga tashlab bersangizmi kodeks tizimiga? U sizga o'sha tushunmayotgan joylaringizni aniq ravishda ko'rsatib beradi. Oddiy tilda, misol uchun, odam tilida tushuntirib berasiz, odam tilida xolasangiz dasturchi sifatida ham tushuntirib bera oladi. Xo'p, bu ikkinchi masala edi. Uchinchi masalasi buni endi xatolarni ham topib analiz qilib bera oladi. Ya'ni misol uchun siz kod yozdingiz yaxshi. Lekin orasida xatolik bor. Ya'ni error deb qo'yishadi, dasturlashda error deb nomlanadi. O'sha erroringiz mavjud. Erroringiz bo'lsa, siz misol uchun o'sha
joyini aytib beradigan bo'lsangiz, misol uchun mana shu joyda mana qanaqa narsa xatolik beryapti deb turib tushuntirib beradigan bo'lsangiz, aytadigan bo'lsangiz, bu sizga qanday qilib o'sha joyni to'g'irlash va qanday qilib kerak bo'lsa o'zi yozib beradi dasturlashda. Xuddi shu endi ChatGPT ning kodeks tizimi desa ham bo'ladi. Lekin ammo degan minus tomoniga endi gaplashib chiqamiz, plus tomoniga gaplashib chiqdik hozir. 3 ta plus tomonini sanab ber. Endi hamma narsani plusi bo'lganda minusi ham bo'ladi. Xo'p, o'tgan darsda men aytib o'tgandim. Bironta narsa so'rayotganingizda ehtiyot bo'lib so'rang deganim. Nima uchun? Chunki siz bu yerda odam yozmayapti yoki boshqa odam yozib bermayapti yoningizda turib. Bu yerda sun'iy intellekt ketyapti, sun'iy o. U ya nima qiladi? Xato qiladi. Muammo tug'dirib berishi mumkin. Ya'ni u qanday xato qiladi? Siz misol uchun uni ko'rmaysiz, sezmaysiz, lekin mayda juda xatolar qiladi. O'shanda ChatGPT xatolik beradi. Xo'p, shuning uchun bunga iloji boricha kodeks tizimida, nafaqat kodeksda rasmni ishlayotgan, boshqa narsa ishlayotganingizda ham nima qilishimiz kerak? Umuman ravishda to'liq ishonib qolmaslik kerak. Sintaktik jihatdan, ya'ni oddiy yozilish jihatdan to'g'ri yozilishi mumkin. Ishlaydi. Lekin o'sha loyihangizni to'liqini tushunmaydi. Ya'ni boshda yozganingiz bilan oxiri yoki o'rtada yozganingizni bir-biriga chachishtirib olib, nima qilib beradi bizda? Xatolik tug'dirib beradi. Va shunda nima qilib beradi bizda? ChatGPT muammo olib keladi. Shuning uchun nima qilishimiz kerak ekan? Kodlarimizni iloji boricha tushunsak, agar siz o'zingiz tushunadigan bo'lsangiz, shuni o'xshagan narsa bo'lishi mumkin. Xo'p, misol uchun mana hozir biz qanday kod yozdirib ko'rsak bo'ladi? Xo'p, qisqa kod yozdirib beraman. Menga sen hozir Python dasturlash tilida bitta bot yasab bersang, u bot start bosganda menga doimiy javob beradigan bo'lsin. Jo'natdik. Xo'p, endi mana u yozyapti. Nima qilyapti birinchi navbatda? Bizda to'g'ridan-to'g'ri nima qilib bermayapti? Yozib ko'rsatib bermayapti. Ya'ni u avtomatik kodni yozib turib, keyin anaqa analiz qilib bermayapti. U prosta shunday narsa qilyaptiki, nima qilyapti? Birinchi Telegramni och deyapti. Qidiruv timizga bot fazir deb turib yoz qidir deyapti. Va uni tagida start yoki new bot degan bo'limni tanla deyapti va botga nom va username ber. Undan so'ng esa sen token degan narsani olasan deyapti. Va undan keyin nima deyapti? Python kutubxonasini o'rnatish. Terminal SMD deyapti. Ya'ni men Python o'rnatilganligi sababli nima qilishim mumkin? Men bemalol ishlatishim mumkin. Undan so'ng mana endi oddiy bot kodi, doimiy javob beradigan bot. Ko'rasizlar? Xo'p, xuddi shunaqa beradi. Xo'p, va nima deyapti? To'rtinchisi deyapti, to'rtinchi bosqich deyapti. Natija qanday bo'ladi? Start bosganingda salom beradi. Istalgan narsangni yozing. Har bir doim javob qaytaradi. U nima qiladi? Agarda pro qilishni xohlasang, deyapti, keyingi levellarda mana o'zi takliflarni beryapti. AI qo'shish, ChatGPT API, tugmalar, kanalga ulash, ma'lumotlarni saqlash deb turib yana qo'shimchalar beradi. Agar yana qo'shimcha ma'lumotlar ko'rmoqchi bo'lsangiz, deyapti mana AI bilan gaplashadigan bot. U kanal uchun avtomatik post bot qilib beraman deyapti. Ko'rasizlarmi qanaqa endi qilib beradi. Mana shu bizda endi kodeks tizimi bo'ladi. Mana shu qisqacha kodeks hisoblanadi. Mana shu kichkina kodeks hisoblanadi. Bizda mana bu faytni mana birinchi navbatda Python ketyapti, from Telegram import update deb turib mana bu yerda qisman men tushunishim mumkin, lekin to'liq tushunib bormaymiz. Nima uchun? Men hali Python o'qimaganman, Pythonni yaxshi bilmayman. O'shanga bu menda muammolar tug'diradi. Shu bizda endi birinchisi hisoblanadi. Xo'p. Endi keyingisi bizda endi bu image bo'limi. Ya'ni bizda ChatGPT ning image bo'limi. Bu hozirda juda ham o'sha mashhur va trendga aylangan narsa hisoblanadi. Hattoki bu lmstats.com da llm.com saytida hozirda ikkinchi o'rinni egallab turibdi. Image generation bo'yicha esa bizda ChatGPT ning ikkita versiyasi ko'rishingiz mumkin. GPT Image 1.5 hamda GPT Image 2 versiyalari
bizda birinchi va ikkinchi o'rinlarni egallab turibdi rasm generatsiya qilish bo'yicha. Bu yerda umumiy statistikalar ketyapti. Ya'ni rasmni generatsiya qilishda GPT image 1.5, ya'ni GPT ning 2.5 rasmni yasashi 289 ballni to'plamoqda. Hamda GPT image 2 esa 208 ballni to'plab bizda ikkinchi o'rinda ketmoqda. Xo'p, rasmlarni tahrirlash bo'yicha GPT 1.5 bizda 2645 ochko va image 2 versiyasi esa 2284 ochkoni to'plab kelmoqda. Va oxirida kursga har bir rasmga necha pul olinish haqida ham ketyapti. Mana bizda endi qolganlari davom etmoqda. Va bizda shunaqa turib keyingi o'rinlarda Gemini 3.1 Flash Image bölümü va Gemini 3 Pro Image hamda Grok Image'lar turibdi. Bular ham ancha yaxshi natija ko'rsatib bormoqda. Xo'p, endi image bölümü haqida gaplashib chiqsak. Xo'p, rasmlar deb turib qisqartma desam bo'ladi, image'lar deb turib hozir ingliz tilida ko'pchilik biladi, o'sha shunga image deb turib nomlasak bo'ladi. Xo'p, ChatGPT'da bugungi davrda matn bilan rasm yarata oladigan funksiyasi hisoblanadi bu image. Bu imkoniyat DALL-E 3 deb ataladigan alohida neyron tarmoq bor. Ya'ni bitta qo'shimcha xuddi Codex'ga o'xshagan alohida dastur ta'minot. Xo'p, bu texnologiya ya'ni bu narsa paydo bo'lganidan grafik dizaynlar orasida katta muhokamalar tug'iladi. Bizni ishsiz qoldiradimi? Bizni ishsiz qoldirmaydimi? U qilolmaydi, u bu deb turadi. Yo'q, grafik dizaynchi, boshqa dizaynerlar ham hammasi ish topa oladi. Qachonki ular birga integratsiya qilsa. Ya'ni hozirda aytamiz, bu sun'iy intellektlar bizga nima qilaveradi? Yordamchi hisoblanadi xolos. Ya'ni ular nima qiladi bizga qo'shimcha ravishda yordam bera oladi. Ya'ni siz misol uchun qanchadir vaqt ishingizni yengillashtirib berishi mumkin, bo'lmasa misol ideya kelmay qolsa, ideya yaratib berishi mumkin, o'zi xohlasa qilib bera oladi. Bu hammasi endi o'zingizga bog'liq bo'ladi. Shu. Agar integratsiya bo'lmasa, ya'ni bir-biri bilan bog'lanish bo'lmasa, bular hech qachon foyda keltirmaydi. Xo'p, endi misol uchun biz sifatli rasm olish yoki muhim narsalarni asosan nima qilamiz? O'zimizga prompt deb qo'yamiz. Ya'ni biz yozamiz, misol uchun menga bitta inson uylarning oldida turganini tasvirlab bergan. Shu bizda endi prompt hisoblanadi. Mana shu yozgan narsalarimiz bizda prompt hisoblanadi. Prompt esa har xil turlari mavjud. Men uni har xil kolleksiya qilib boraman. Shunda mana shu bugun men sizlarga ikkita prompt tashlab beraman. Birinchisi qizlar uchun, ikkinchisi o'g'il bolalar uchun hisoblanadi. Bu yerda endi rasmingizni oddiy generatsiya qilish orqali, rasmga tushgan orqali siz endi uni 3-4 rasmga aylantirishingiz mumkin va shuni natijasini endi biz ko'rib chiqamiz. Undan tashqari yana bir nechta promptlar mavjud, ularni ham bir kun analiz qilib chiqamiz. Bugun men asosiy tashlaganimiz ham shu hisoblanadi. Xo'p. Endi avvalgi qaytadigan bo'lsa, shu bizda endi mana shu tekstlar bizda nima hisoblanadi? Prompt hisoblanadi. Oddiygina prompt hisoblanadi. Xo'p, misol uchun siz xuddi shunaqa prompt berishingiz mumkin yoki boshqacha, xohlasangiz tog'ni rasmini chizib ber, xohlasangiz bog'ni rasmini chizib ber, xohlasangiz insonlarni bir-biri bilan yurganini tasvirlab ber. Shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Xohlasangiz siz shu turgan orqali o'tmishga ham qaytishingiz mumkin bo'ladi bemalol. Misol uchun Qo'qon xonligi haqida gaplashsak, Qo'qon xonligini misol uchun shahrini qadimiy ko'chalari, oltin soat yorug'ligida, rasm uslubida, o'sha 20-asr ismi yoki misol uchun Amir Temurning rasmini generatsiya qilib bersang, u insonni kuchli, baquvvat, sarkarda, baland bo'yli deb turib tasvirlab berishingiz mumkin. U nima hisoblanar ekanmizda? Prompt hisoblanadi. Shu biz yozadigan promptlarimiz prompt hisoblanadi. Mana endi bitta tashlab ko'ramiz va endi natija ko'rib chiqsak. Mana bizda nima qilyapti? Hozir GPT versiyasi, Pro 5 versiyasi bizda qilib beryapti. Va yana aytganimdek, mana ChatGPT can make mistakes. Check important info deb turib aytyapti. Ya'ni ChatGPT ham xato qiladi.
iltimos informatsiyangizni tekshirib oling deb turib aytmoqda. Xo'p, va shu rasm generatsiya qilayotganimizda bir narsaga ahamiyat berib qo'yishimiz kerak. Mana shu AI'larimizda, sun'iy intellektlarimizda aniqlik juda ham katta rolni beradi. Ya'ni siz aniqlikni bermasangiz, aniqlikni tashlamasangiz, hech qachon aniqlik bermasangiz, hech qachon normal javob ola olmaysiz. Mana bizda nima qildi? Rasm paydo bo'ldi. Menimcha bu nima qiladi bizni? Ancha chiroyli qilib chizib berdi. Sodda prompt va soddagina rasm chiqarib berdi. Hech qanaqa real hayotdan farqi yo'q menimcha. Va bu yo'riqnomaga ahamiyat berib qo'yishimiz kerak. ChatGPT ga hech qachon o'zingizni shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatlar, ya'ni pasport yoki shunga o'xshagan boshqa haydovchilik guvohnomalari, pul hujjatlari, shunga o'xshagan narsalarni hech qachon tashlab qo'ymaydi va bu narsalarga ham tashlashga imkon tug'dirmaydi. Bu asosan mualliflik huquqi degan narsa bor. Shu narsalar buzilishiga olib keladi va O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi bo'yicha ham jinoyat javobgarlikka tortilishi mumkin. Cheklovlar texnik zaiflik emas. Bu qarorlar hisoblanadi. Chunki hozirda ko'rayotganimiz ko'pchilik o'sha montaj qilib, shantaj qilayotgan insonlarning juda ham ko'payib ketdi. Va shuni ortidan nima qilarganimizda muammolar tug'diradi. Shuning uchun nima qilishimiz kerak ekan? Rasm generatsiya qilayotganimizda ehtiyotkorlikni unutib qo'ymasligimiz kerak bo'ladi. Shu bizda endi rasm generatsiya qilish funksiyasi hisoblandi. Menimcha qisqa qilib tushuntirdim va namunalar ham keltirib o'tdim. Xuddi shunaqa qilib bemalol o'zingiz endi ChatGPT ga bemalol plus obunasini sotib olib, aytganimdek, mana bizda o'tgan safar videolarimizda tushuntirib o'tganmiz. Bizda Yandex.Go versiyasi mavjud. Ya'ni bizda $5 to'lash orqali bemalol rasmlarni nima qilishimiz mumkin, yaratishimiz mumkin ko'proq. Menda esa ChatGPT ning pulli versiyasi bo'lmagani sababli oddiygina hozir limitga tushib qolmasligini oldini olyapmiz. Xuddi shunaqa qilib davom etamiz. Xo'p, endi hozirga o'tadigan narsamiz endi ChatGPT ning video yasay olishi haqida. Endi rasm yasadi, video ham yasa oladimi? Shunaqa savollar bo'ladi. ChatGPT video yasa oladi. Yo'q. To'g'ridan to'g'ri javob beraman. Aniq-tiniq javob beraman. Hozir yo'q. ChatGPT o'zi mustaqil ravishda video generatsiya qila olmaydi. U so'ra deb turib yaqinda o'chirilib yuborilgan loyihani aytadi. Ya'ni $2 milliard dan oshiq kompaniyani So'ra kompaniyasi deb turib ataladi. O'sha bilan integratsiya qilingan edi va sekin-sekin ChatGPT ga o'tkazish kerak bo'lgan. Ammo 2026-yilning mart oylariga kelib So'ra kompaniyasi yopildi va ChatGPT ham endi video generatsiya qila oladi. Sababi mualliflik huquqi, tepada rasmda aytganimdek, mualliflik huquqi, ya'ni rasmlarda, ya'ni videolarni endi u ayunma shaklda, ya'ni Yaponiya iqtisodiyotchisi tomonidan, Yaponiya davlat tomonidan blok holatga tushirilgani sababli ular o'chirib yuborildi va So'ra kompaniyasi to'liq ravishda bankrot deb e'lon qilindi. Ya'ni hayfsan berildi. Hayfsanga qaramasdan ular shu ishni davom ettirishgandan So'ra kompaniyasi o'chirib yuborildi. Shunga ChatGPT endi video qila olmaydi. Endi sekin-sekin kelajakda balkim qo'shilib qolishi mumkin. Yo'q, balkim yo'qdir. Lekin hozirda nima qilar ekan? Video yasa olmaydi. Shuning uchun bizda bunga faqatgina nima olsak bo'ladi? Prompt olsak bo'ladi. Ya'ni xuddi shunaqa mana bu tepada yozgandaqa yozuv yozdirib olsak bo'ladi. Aniq maqsad bo'lib turibsa. Chunki bizda boshqa katta video yasaydigan, haqiqiy realistik video yasaydigan sun'iy intellektimiz juda ham ko'p. Xo'p, endi muhim ishlarda ChatGPT ga ishonish hozirda juda ham global muammolardan biri. Juda ham og'ir mavzu desa ham bo'ladi. Nima uchun? Hozirda ko'p insonlar ChatGPT ga juda ham qattiq bog'lanib qo'ygan. Ya'ni ishonib qo'ygan. Chunki to'g'ri tushunishimiz kerak, ko'p odamlar o'ziga do'st, sirdosh topolmaydi va nima qiladi? ChatGPT ga keladi va suhbatlashadi. Bu mavzu yaxshi. Ya'ni siz suhbatlashganingiz yaxshi. Lekin bunaqa holatlarda kamaytirishimiz kerak ChatGPT bilan.
Nimaga? Bu odamlar xatoni har kuni qiladi. Ya'ni bunaqa shu barcha emotsiyalarni ChatGPTga aytish to'laqonlik xato hisoblanadi. Bu mavzu nima uchun muhim? Bu mavzu odamlarda har kuni qilayotgan xatosi hisoblanadi. Bu faqatgina bugun yoki kecha qo'ygan narsa emas. Bu yillardan beri qilinib kelinadigan xatolik hisoblanadi. Ba'zan shunaqa yomon holatlarga olib kelishi mumkin. Sun'iy intellekt tadqiqotchilari bu hodisani hallucination deb turib, ya'ni gallyutsinatsiya deb turib, hallucination deb turib atashadi. Bu nima degan? Bu ChatGPT ba'zan mavjud bo'lmagan faktlar, manbalar, raqamlar, tadqiqotlar o'zi ixtiro qilib ishonchli ohangda taqdim etadi. Ya'ni siz ko'rsatasiz. Buni qilayotganingizda hech qanday ogohlantirish bermaydi. U xuddi haqiqatni aytayotganini gapiradi xolos. Xuddi shunaqa, ya'ni gallyutsinatsiya qilib turib sizga shu aytadi. Ya'ni ichidagi dardingizni aytsangiz, u sizni gallyutsinatsiya solib qo'yib turib, avret. Ya'ni o'sha multfilmlarda turkiya qanday tasvirlangan bo'lsa, xuddi shu turkiyaning bu anaqa versiyasi hisoblanadi. Xo'p, endi nima uchun ChatGPTga bor emotsiyani tushuntirib bo'lmaydi? Ochiq mavzu tushuntiraman. Hech qachon ChatGPT, nafaqat ChatGPT, boshqa sun'iy intellekt, Gemini, Cloud, Manus, boshqa shunga o'xshagan katta bo'lgan boshqa sun'iy intellektlarga hech qachon bor emotsiyani tushuntirib bo'lmaydi. Chunki sizning berayotgan informatsiyangiz bu ular uchun to'planadigan kolleksiya hisoblanadi va kolleksiyani ular nima qilishadi? Bir chekka olib qo'yishadi va siz haqingizda barcha ma'lumotlarni bilib olishadi va siz endi urushning qurboniga aylanasiz. Shuning uchun ChatGPTga umuman ravishda siz o'ta ishonchli mavzularda gapirib qo'ymang. Iloji boricha hech qachon emotsiyalaringizni, o'zi hayotiy shaxsiy masalalaringizni, muammo kuzatilayotgan vaziyatlarni hech qachon ChatGPTga aytmang. ChatGPT bu sizga minus olib keladi, xolos. Xo'p, endi ChatGPTga to'laqonli ishonib qolish bo'lsa, xo'p, to'laqonli ishonib bo'lmaydi. Misol uchun tibbiyot sohasini olaylik, eng mashhur global sun'iy intellekt ishini olib qo'yadi deydi. Yo'q, olib qo'ymaydi. Medda o'qiydiganlar, ya'ni o'sha tibbiyot sohasida o'qiydiganlar juda ham kerakli odamlar. ChatGPT dori dozasini misol uchun noto'g'ri ko'rsatishi mumkin. Ya'ni misol uchun 50 mg qilinish kerak bo'lsa, 75 mg qo'yib yuborsa, nima bo'ladi odam? Oddiy, misol uchun ukol olayotganda qanaqa darajaga shokka tushib qolishi mumkin, o'lib qolishi mumkin. Shunga o'xshaydi. Yoki yuridik masalalar bo'yicha, misol uchun qonun, moddalar haqida u charkashtirib yuboradi. Uni hamma tan oladi. Mana shu yuridik tomondan u o'zi xavfli hisoblanadi. Iloji boricha moliya sohasida ham uzoq yurish kerak. Investitsiya misol uchun siz kriptoaktiv yoki misol uchun kriptovalyuta ko'tarilib ketadimi, tushib ketadimi deysiz. Misol uchun treyderlikda o'sha mana hozir slif ko'raymikin yoki oshib ketamikin valyuta deb turib treyderlar aytadi. Yo'qsa yangiliklar olib boradigan ma'lumotlar olib keladi. Yo'q, bunaqa narsalarda xato bo'ladi. Nimaga? Iloji boricha bunaqa narsalarda sun'iy intellekt ishlatmaydi. Faqat o'zingizlar aniq faktlar bo'lsagina keyin ishlatinglar, xolos. Bu boshqa narsa kerak emas. Lekin akademik ishlar bo'yicha ham ko'pchilik ishlatadi. Misol uchun maqola yozdiradi, mualliflik huquqini misol uchun buzishi mumkin. Shunaqa holatlarda nima bo'ladi? Bittada sotilib qoladi. Lekin misol uchun o'sha akademik ishlarda, maqolalarda, bironta prezentatsiya qilayotgan paytinglarda sun'iy intellekt ishlatgan bo'lsanglar, u sizni sotib qo'yadi. Va avtomatik misol uchun katta o'qituvchilardan bilishadi. PhD o'qilayotganda yoki shunday narsa boshlayotganda bir qancha muammolarni tug'dirishi mumkin. Shunga iloji boricha ehtiyot bo'lish kerak. Misol uchun o'sha nimaga hujjat ishlaridan uzoqroq olib yuringlar. Chunki hujjat ishlarida ham u charkashtirib yuboradi. Ana misol uchun 2023-yilda Amerikada bitta advokat sudda hujjat taqdim etadi. Hujjatda barcha sud, ya'ni o'sha sudga beriladigan barcha qog'ozlar hammasi nima bo'lgan? ChatGPT yozgan. Sudni tekshirib ko'rganda ChatGPT'ligi bilinib qo'ygan. Keyin o'shandagi ChatGPT aniq bo'lib ketgan. ChatGPT advokat
tekshirmagan deb turib bir-biriga to'ngab, oxiri shunaqa baxtsiz yakunlab yubordi. Oxirida nima bo'ladi natijasi? Shu advokat jarima oladi, odam qamalib ketadi. Chunki tuhmatdir yoki boshqa narsa deb. Shu nima voqeada nima qilishimiz kerak, xulosa chiqarishimiz kerak. ChatGPT birinchi qoralovchi vositasi hisoblanadi. U fikrlash uchun zamin yaratib berishi mumkin, imkoniyat ko'rsatadi, vaqt teja beradi. Lekin oxirida u so'nggi qaror qabul qilish degan narsada, misol uchun siz biron narsa qilaman deyapsiz, misol uchun o'sha haqida yo'l ko'rsatib beradi xolos, lekin ana o'sha o'xshab ketadi, sening pullaring ko'payib ketadi degan narsa bu xato hisoblanadi. Uni doim nima qilishimiz kerak? O'zim aytadi, oxirida bu narsalarda hammasini ekspert bilan gapirish kerak. Shu. Xo'p, ChatGPTning konfiguratsiyasi kuchli tomonlari endi nima? ChatGPT kuchli tomoni eslab qolish qobiliyati kuchli. Ya'ni misol uchun siz u avval yozgan kodni narsalarni ham nima qiladi? Bemalol eslab qola oladi. Shu endi buning afzalligi hisoblanadi. Xo'p, shu va iloji hozirda shu narsa tomonidan u kuchli qoldi xolos va rasm generatsiya qilishda ham ancha kuchli. Ya'ni siz misol uchun uzun gap yozgan bo'lsangiz tekstda, pastdan ham xuddi shuni davom ettiradigan bo'lsangiz, u nima qiladi? Memory, ya'ni o'sha xotirasini kuchaytirib, o'sha yozgan kodingizni nima qiladi? Saqlab turib, yana ham oshirib yuboradi. Siz o'sha xotirasi saqlab qoladi. O'shaning uchun nima qilish kerak ekan? Bunaqa narsalarda iloji boricha ehtiyotkorlik bo'lish kerak ekan. Xo'p, endi yakunida nima deymiz? Mana ko'rib chiqdik. Biz hozir ChatGPTning eng kuchli tomonlarini ko'rib chiqdik xolos. Endi shu narsani ishlatish, ishlatmasligi esa o'zingizlardan bo'ladi. Xo'p. ChatGPTni idealashtirmoqchi emasman, ya'ni uni oqlamoqchi emasman. Lekin yomonlamoqchi emasman. Faqatgina men nima qilaman? Ogohlantiraman, o'rgataman va tushuntiraman. Bo'ldi. Haqiqat shuki, AI texnologiyalar hozir bor. Rivojlanyapti ular. Kuchli, to'g'ri, biz vaqtimiz tejaydi. Uni to'g'ri ishlatishni lekin bilishimiz kerak. Shu narsani o'rgatamiz xolos. Yomon yo'lga chollash yoki uni oqlash niyatimiz yo'q. Faqatgina yaxshilik yo'lida ishlatishni tavsiya beramiz. Xo'p. Shunga nima bo'lishidan qat'iy nazar, har qanday kuchli qurol kabi uni ishlatishdan oldin nima qilishimiz kerak? O'rganib chiqishimiz kerak. Ya'ni, misol uchun, bironta avtomatni ochishdan oldin nima qilamiz? Albatta, uni o'rganib chiqishimiz kerak bo'ladi. Armiyaga borganlar buni yaxshi biladi menimcha. Doim mas'uliyatli bo'lishimiz kerak bo'ladi. Hozir sekin asta dunyo ikkiga bo'linib boryapti xolos. Birinchisi sun'iy intellekt bilan integratsiya qilib, o'zini rivojlantirib, yana ham o'sib, yangilik qilaman deyotganlar bilan sun'iy intellektsiz ishlatilayotgan talabalar. Ikkalasi ham juda ham zo'r. Lekin ikkalasini ham men sinab ko'raman. Ikkalasini ham qilaman men. Chunki sun'iy intellekt bilan qilsak, ancha ishimiz yengillaydi va iloji boricha o'zimizga qulaylik keltirib chiqaradi. Va oxirgi qisqa eslatmalar. ChatGPTda 5 ta asosiy qoida mavjud. Aniq so'rashimiz kerak bo'ladigan narsa. Ya'ni nima qilishimiz kerak? Noaniq savol berishimiz kerak emas. Ya'ni siz noma'lum savol, ya'ni mavhum savol beradigan bo'lsangiz, ya'ni gapirayotgan joyingizni o'rtasida to'xtatib qo'yadigan bo'lsangiz, stoyisda indamay turadigan bo'lsangiz, u sizga ham xuddi shunaqa javob qaytaradi. Ya'ni qanday takoy privet, takoy atvet degandek gap. Xo'p, keyin kontekst berishimiz kerak. Ya'ni u kimligini tushuntirishimiz kerak. Prompt yozayotganimizda birinchi navbatda. Nima haqida? Prompt. Misol uchun, sen malakali o'qituvchi sifatida, malakali haydovchi sifatida yoki sen eng kuchli aytishlik tomonidan menga bir sayt ber yoki boshqa narsa tuzib ber desiz, shu endi kimligini tanishtirayotgansiz. Va oxirisi tekshiring. Uchinchisi tekshiring. Ya'ni siz bironta muhim narsa yozyapsizmi? Uni aniq tiniq xuddi shu ekanligini bitta tekshirib ko'rishingiz kerak. Chunki sun'iy intellekt bizda adashadi. Adashgandan keyin nima qiladi? O'ziga jabr tug'dirib qolishi ehtimoli baland hisoblanadi. Undan keyingisi esa bosqichma-bosqich funksiyasi hisoblanadi. Ya'ni katta loyiha ustida ishlayotgan bo'lsangiz, uni bittada to'liq tashlab olmay hammasi. Misol uchun, noldan oxirgi darajaga bitta paytda o'zida qilib ber deb turib so'rash xato hisoblanadi. Bitta-bittadan ko'tarishingiz kerak. Misol uchun, birinchi tepa qismini,
keyin sekin pastga tushib va oxirida eng oxirgi qismini qilishingiz kerak bo'ladi. Jichil to'liq cho'qilib tushuntirishingiz kerak. Shu bizda nima qiladi? ChatGPT yana ham to'liq ishlashi va bir-biriga integratsiya qilinishini osonroq qilib beradi. Shu. Va oxirgisi esa bizda mas'uliyat faqatgina sizda. ChatGPT prosta yordamchi xolos. Asosiy qarorlar kim qiladi? Siz qilasiz xolos. O'shang. Bu mavzuda nima deb turib aytamiz so'ng. Sahna xarakterlari va tinglovchi bilan muloqot texnikasi doimiy ravishda ishlaydi. Lekin sun'iy intellekt bilan birlashayotganingizda doimo ehtiyot bo'lishingiz kerak bo'ladi. Sizda eng asosiy kerak bo'ladigan joylar ChatGPTdan shu prompt engineering hisoblanadi. Ya'ni siz faqatgina tinglovchi emas, sahna harakatlantiruvchisi bo'lishingiz kerak. Boshqalar esa uni kuzatuvchi va tinglovchi bo'lsin xolos. Boshqa gap yo'q. Sizlar bilan men Razok Akademiy Olimjonov Abdurazzoq bo'ldim va bugun sizlar bilan shu ChatGPTning to'liq funksiyalari va boshqa funksiyalar haqida gaplashib chiqdik va ko'rsatib o'tdim. Endi hozir men sizlarga bir ikkitadan shunaqa sifat tashlab berishim mumkin va hozir men to'liq sizlarga hammasini tushuntirib o'tdim. Agarda qandaydir savollar yoki takliflar bo'ladigan bo'lsa, bemalol chatimizga, ya'ni shu videoning tagiga yozib qoldirishingiz mumkin. Hamma savollar o'qib chiqiladi va javob beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.